qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgunda hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishlarini qizg'in qarshi olamiz. Sharq Turkiston Surgunda hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor apandi 7 aprel kuni Focus Today, ya'ni bugungi diqqat markazi programmasining ziyoratini qabul qilib, Xitoyning mustamlika va irqiy qirg'inchilik siyosatining bir qismi bo'lgan ayollarning hamilisini majburiy tushirib o'tishdek planliq tug'ut siyosatiga qarshi elib berilgan Barin xalqining tinch namoyishining Xitoy ishg'oliyatchi kuchlari tarafidan qurolliq bostirishi bilan tarixga Barin qatliami deb yozilgan Barin inqilobining 32 yilligini xotirlab, Washington Oqsaroyining oldida namoyish o'tkazganligini, Amerika hukumatining siyosiy va Xitoy bilan bo'lgan munosabati sababli Sharq Turkiston surgunda hukumatini texi e'tirof qilmaganligini, Uyg'urlarga diqqat qilib kelayotgan mayli jurnalistlar bo'lsin yoki tarixchilar bo'lsin, har kimning Barin qirg'inchiligidan xabardor ekanligini, ammo Xitoyni ayblab jazolaydigan hech bir ishning qilinmaganligini, uning ustiga Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, Uyg'urlarga qaratilgan diqqatning boshqa tarafga burilishga boshlaganda bu masalani qayta kun tartibga olib kelib, hukumatga irqiy qirg'inchilik ahdnomasiga amal qilishning bir majburiyat ekanligini, davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikdan Xitoyni javobgarlikka tortishni talab qilganligini, Amerika Davlat ishlari mahkamasining doklatiga qaraganda 3 million, Xitoyning o'zining doklatiga qaraganda 8 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining Xitoyning tarbiyalash markazi deb atalgan jazo lagerlariga qamalib, ularning diniy va etnik kimligidan tanishga majbur qilish, majburiy tug'mas qilib etish, homilasini tushirib etish, bosqinchilik qilish, organlarini sug'urib olish, dori orqali zaharlash, o'ldirish, jazo lagerlarining atrofida jasad ko'ydirish o'choqlarini silib, jasadlarni ko'ydirish qatorliq chekidan oshgan usullar orqali irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini, jazo lagerlariga qamalganlarning nayta osondikilarining, ya'ni chet ellarda tuqqanlari borlar yoki boshqa davlatning grajdonligiga o'tganlarning uylariga qayta olgandimi, xuddi nazi kamplardan erkinlikka chiqarilgan yahudiylarga o'xshash bir terab bir ustixonga aylanib qolganligini, ko'pinchisining qisqa vaqtdan keyin o'lib ketadiganligini, 22 yil burun, ya'ni 2000-yili Sharq Turkistondagi vaziyat hozirgidek nachar bo'lmagan ahvolda o'zining Amerikaga panohlik tilab chiqqanligini, boshlang'ishni Washingtonda o'qiganligini, Oklahomada cho'ng bo'lganligini, Sharq Turkiston xalqiga vakillik qilish uchun 2017-yildan beri Washingtonda yashayotganligini, dunyodagi davlatlar, xalqlarning Sharq Turkistondagi Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikdan xabardor ekanligini, Amerika boshchiligidagi Angliya, Kanada, Chex, Belgiya, Litviya, Fransiya qatorliq davlat hukumatlari yoki parlamentlarining Xitoyning qilmishini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan bo'lsa-mu, ammo 2014-yildan buyon davomlashayotgan bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun unumli harakat qo'llanilmaganligini aytdi. Mintorning 7 aprel kundagi xabarga qaraganda, Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgandan beri Amerika Rossiyaga bir yurish jazo yurgizgandan keyin chorshanba kuni agar Xitoy Rossiyaning Ukrainani ishg'ol qilishni qo'llashni davomlashtirsa, Xitoyni jazolaydiganligini Amerika tashqi ishlar ministri yordamchisi Vendi Sherman Hindi Tinch okeanda Amerikaning rahbarligini qayta qurish degan temada elib berilgan yig'inda Avom palatasining tashqi ishlar komitetiga aytdi. Shuning bilan birga Amerika Rossiyaga jazo yurgizganda Xitoyning Rossiyaga moddiy yordam qilishining og'ir oqibatga duchor bo'lganligini tushunishi kerakligini va Tayvanga yurgizayotgan jazodan dars olish kerakligini eskartdi. Parlament a'zosi Grigoriy Maksimo Xitoyning Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilganligini ayblamaganligini va Hindi Tinch okean rayonida harbiy tajovuzchilikdan foydalanib, texnik keng dengiz va zamin majralarida ustunlikni egallashni nishonlaganligini, Sharq Turkiston va Hongkongda inson haqlari dafsanchiligi bilan shug'ullanganligini, fuqarolarni nazorat qilib bostiradiganligini aybladi. U yana Amerika sheriklari va ittifoqdoshlarini Xitoy Xalq Jumhuriyatining tajovuzchiligiga qarshi turishga va muavin davlat ishlari kotibi Vendi Sherman yana Amerikaning kunsiri kuchayotgan Xitoy-Rossiya strategik moslashishiga intayin ko'ngil bo'lganligini aytdi. Sharq Turkiston surgunda hukumati buningga inkos qaytarib, Amerikani o'z ichiga olgan dunyo jamoati cho'qim Xitoy amaldorlari, shirkatlari, banklarini jazolashi, Xitoy 2014-yildan beri Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata irqiy qirg'inchilikni izchil yurgizib kelayotganligi uchun Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoyni Kishilik huquq kengashi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashidan chiqarib o'tishni talab qilish kerak dedi. Intel News'ning 8-mart, ya'ni bugungi xabarga qaraganda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashi 7 aprel kuni Rossiyaning Ukrainada kishilik huquqni og'ir va sistemlik dafsanda qilganligi sababidan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashidan chiqarib o'tish uchun bilet tashlagan. Umumiy kengashdagi bilet tashlashga 193 davlat qatnashgan bo'lib,
93 davlatning qo'llashi, 24 davlatning rad qilishi va 58 davlatning ovoz berishdan voz kechishi natijasida Rossiyani Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashidan vaqtliq chiqarib o'tish qaror qilingan. Xitoy bo'lsa buningga qarshi ovoz bergan davlatlarning qatorida o'rin olgan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq bosh elchisi Linda Thomas-Greenfield Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ziyonkashlikka uchrag'uvchilar va hayot qolganlarning azob oqibatlariga sal qaramaydiganligi to'g'risida aniq uchur avatgan. U yig'inga qatnashgan vakillarga biz izchil va haddidan oshgan kishilik huquqni dafsanda qilguvchilarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi kishilik huquq masalasida rahbarlik o'rnini egallashiga yo'l qo'ymaymiz degan. Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh elchisi Zhang Jun bilet tashlashdan ilgari umumiy yig'inda har qaysi taraflarni bilet tashlashga majburlaydigan bundaq aldirash harakat a'zo davlatlar o'rtasidagi bo'linishni og'irlashtiradi va aloqador taraflar o'rtasidagi ziddiyatni kuchaytiradi degan. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi Twitter hisobidan buningga inkos qaytarib, "Nihoyatda katta xabar. Bu xalqaro jamiyatning Xitoyning Sharq Turkistondagi ishg'oliyati, mustamlikasi va irqiy qirg'inchiligi bilan Rossiyaning Ukrainani ishg'ol qilishiga qarata qo'sh o'lcham qo'llanganligini tushuntirib berdi. Xitoynimi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashidan chiqarib o'tish kerak" dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining sobiq muavin prezidenti Hizirbek Gayratullo olamdan o'tdi. Sharq Turkiston surgundi hukumati tor betida uning o'limiga qayg'uradiganligini, oxiratlik uchun xayrlik tilaklarini bildirdi. Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qilgan qahramonlarimizning, shehidlarimizning ro'yi mangu yashaydi. Avlodlar ularning izini yo'qotmay, oxiri Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirdi. Vatan sevgisi ruhlarni qutqizgan eng quvvatli shamol. Zo'ri tepilganda vatan uchun bir shaxsga o'xshash qat'iy iroda va qaror bilan ishlashni biladigan millat albatta ulug' bir kelajakka loyiq bo'lgan millatdir deydi Mustafa Kemal Atatürk. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'laysizlar.